Nisbiy atom massa nima? Uglerod 12 izotopi absolyut massasining 12dan 1 qismidan necha marta og'irligini ko'rsatuvchi fizik kattalik bizda nisbiy atom massa deyiladi. Javobimiz D javob. Birinchi savol. Nisbiy atom massa birligi sifatida qabul qilingan etalonga mos keluvchi qiymatlarni ko'rsating deyapti. Biza bu yerda etalonga mos keluvchi qiymatlar massa atom birligini olishimiz kerak. Ma vodorod 1 izotopi deyapti. Bu vodorod 1 izotopining haqiqiy massasi topishimiz kerak. 1 gram vodorodimizda 6,02 10⁻23 zarracha bo'lsa, bittasida x qilganimizda 1 1 ko'paytirib 6,02 bo'lsak, 1 taqsim 6,02 10⁻23. Bu ham teng 0,166 10⁻23 desak bo'ladi. Endi bu bizga massa atom birligi o'zi 1,66 ko'paygan 10⁻24 edi. Demak, bu javob to'g'ri keladi. Ikkinchisi, uglerodning haqiqiy massasini 12dan 1 qismi. Bizda uglerodning haqiqiy massasi 12dan 1 qismi massa atom birligi edi o'zi. Demak, 2 yana ham olamiz javobda. 1 2 hozircha. Uchinchisi u 1 taqsim 12 deyapti. Bu yerda 1 12 ga bo'lsak, massa atom birligi kelib chiqmaydi. 0 butun nechadan chiqadi? 4-inchisi endi 1 taqsim Na deyapti. 1 taqsim Na degani mana shu qiymatni o'zi edi. 1 deb bo'lamiz Avogadro soni 6,02 10⁻23 ga. Buni bo'lib soddalashtirganimizda bizda 1,66 10⁻24 chiqqandi. Demak, buni ham olamiz javobga. Shunda bizda 1 2 4 degan javob bo'ladi. 2-birinchi savol. Agar nisbiy atom massa birligi etalon sifatida uglerod 12 izotopini absolyut massasini 12dan 1 qismini o'rniga 6dan 1 qismi qabul qilinsa, kalsiyning nisbiy atom massasi nechaga teng bo'ladi deyapti. Bizda etalon birligi qanday o'zgarsa, nisbiy atom massa yoki nisbiy molekulyar massa shunga teskari proporsionalda o'zgaradi. Endi 1 taqsim 12 ning o'rniga 1 taqsim 6 olinsa deyapti. 1 taqsim 6 ni bo'lamiz 1 taqsim 12 ga. Bu surat va maxrajdagi eng yuqoridagi qiymatlar bir-biriga ko'payadi. 1 ko'paygan 12, o'rtadagi qiymatlar 6 ni 1 ga ko'paytirib bular yoziladi maxrajga. Shunda 12 ni 6 ga bo'lsak, 2 marta qiymat oshyapti. Etalon birligi 2 marta oshsa, nisbiy atom massasi 2 marta kamayadi. Demak, kalsiyning nisbiy atom massasi bizda 40. 2 marta kamaytirsak, 40 ni 2 ga bo'lamiz, 20 chiqadi. Shunda B javob. 3-birinchi savol. Agar nisbiy atom massa birligi sifatida uglerod 12 izotopi absolyut massasining 12dan 1 qismi o'rniga 24dan 1 qismi qabul qilinsa, gelinning nisbiy atom massasi nechaga teng bo'ladi deyapti. Demak, etalon birligi qanday o'zgarganini topib olamiz. 1 taqsim 24 bo'lamiz 1 taqsim 12 ga. Endi surat va chetdagi ikki chetdagi, ya'ni yuqorida va pastdagilar ko'payib suratga yoziladi. 1 ko'paygan 12, o'rtadagi sonlar ko'paydi. 24 1 ko'paytirib bular maxrajda yoziladi har doim. Endi buni qisqartirsak, bu yoq deb suratda 1, maxrajda 2. Bu bizda 0,5 marta ortgan degani. Demak, etalon birligi qanday o'zgarsa, nisbiy atom massa shunga teskari proporsional o'zgaradi. Demak, gelinning nisbiy atom massasi 0,5 marta kamayadi. Demak, 0,5 marta kamaysa, 4 ni bo'lamiz 0,5 ga. Teng 8. Demak, javobimiz C.
Birinchi savol: agar nisbiy atom massa birligi sifatida uglerod 12 izotopining absolyut massasini 12dan 1 qismi o'rniga 3dan 2 qismi qabul qilinsa, geliyning nisbiy atom massasi nechaga teng bo'ladi? Demak, etalon birligi qanday o'zgarganini topib olishimiz kerak. Birinchi 2 taqsim 3 ni bo'lamiz 1 taqsim 12 ga. Demak, 2 ko'paygan 12 suratda yoziladi. 3 ko'paygan 1 mahrajda yoziladi. Endi buni qisqartirsak, bu yoqda 4, bu yoqda 1. Demak, 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8, 8 ni 1 ga bo'lsak, demak 8. Etalon birligi 8 marta ortayapti. Demak, nisbiy atom massa 8 marta kamayadi. 8 marta kamayishi uchun geliyniki 4 ni bo'lamiz 8 ga teng 0,5. A javob. 51 savol: etalon massa sifatida uglerod 12 izotopi absolyut massasining 12dan 1 qismi o'rniga magniy 24 izotopi absolyut massasining 12dan 1 qismi olinsa, massa atom birligi va nisbiy molekulyar massa qiymatlari qanday o'zgaradi deyapti. Biz ikkita narsani bilishimiz kerak. Etalon qiymati qanday o'zgarsa, massa atom birligi shunga to'g'ri proporsional tartibda o'zgaradi. Nisbiy molekulyar massa yoki nisbiy atom massa teskari proporsional qiymatda o'zgaradi. Endi mana shu ikkita narsadan foydalanib misol yechamiz. O'zi magniyni absolyut massasi 1 taqsim 24 bo'lishi kerak edi. Lekin bizda shuni 1 taqsim 12 qismi olingan deyapti. Demak, etalon qiymat qanday o'zgargan? 1 taqsim 12 ni bo'lamiz 1 taqsim 24 ga. 1 ko'paygan 24 suratda yoziladi. 24 ko'paygan 1 taqsim 12 ko'paygan 1 mahrajda yoziladi. Endi bu qiymat 2 marta, demak, ortgan etalon birlik. Endi massa atom birligi to'g'ri proporsional qiymatda o'zgaradi dedik. Demak, massa atom birligi 2 marta ortadi. Bu bizada bo'lishi mumkin C javob yoki A javob. Endi nisbiy molekulyar massa qiymati qanday o'zgaradi? Nisbiy molekulyar massa yoki nisbiy atom massa teskari proporsional o'zgaradi dedik. Shundan foydalanib 2 marta etalon birlik ortgan hisobiga nisbiy molekulyar massa 2 marta kamayadi degan javobni olamiz. Bu bizada C javob turibdi. Javobimiz demak C. 61 savol: agar nisbiy atom massa birligi sifatida uglerod 12 izotopi absolyut massasini 12dan 1 qismi o'rniga qaysi element izotopi absolyut massasining 12dan 1 qismi olinsa, marganezning nisbiy atom massasi 5 ga teng bo'lib qoladi deyapti. Demak, marganezning o'zi bizada nisbiy atom massasi 55. Demak, 5 ni bo'lamiz 55 ga teng bu 1 taqsim 11 ga. Bu 1 taqsim 11 degani nisbiy atom massa 11 marta kamaygan. Demak, nisbiy atom massa 11 marta kamaygan bo'lsa, etalon birlik shunga teskari proporsional bo'ladi. 11 marta ortgan. Demak, bizda qaysidir noma'lum elementni izotopi x bo'lsin. Shuni bizda etalon birlik sifatida o'z olishimiz kerak 1 taqsim x noma'lum bilmaymiz. O'shani o'rniga deyapti 12dan 1 qismi olinsa, 12dan 1 qismi olinsa, demak bu o'ziga ikkinchi etalon birlik. Qanday o'zgarganini topishimiz kerak. Etalonni bo'lsak, ikkalasi bir-biriga 11 marta kamayganmi? Demak 11 marta oshishi kerak, bo'lishi kerak edi etalon. Shunda 1 taqsim 12 ni bo'lamiz 1 taqsim x ga teng deymiz 11 ga. Endi bu tenglamani ishlasak, x ko'paygan 1 suratga yoziladi, x ni o'zi 12 ko'paygan 1 mahrajda yoziladi, 12 ni o'zi teng bu 11 ga. Endi x topishimiz uchun 12 ni 11 ga ko'paytirib qo'yamiz. X teng 132. Demak, noma'lum elementning massasi 132 ekan. Bu bizda Cz bo'ladi. D javob. 71 savol: agar nisbiy atom massa birligi sifatida uglerod 12 izotopi absolyut massasini 12dan 1 qismi o'rniga
kripton 84 izotopi absolyut massasining 12dan 1 qismi olinsa, kremniyning nisbiy atom massasi nechaga teng bo'ladi deyapti. O'zi kriptonni so'rasak, nisbiy atom massasi 1 taqsim 84 bo'lishi kerak edi etalon birinchi qiymat. Bizada lekin 12dan 1 qismi olingan deyapti. Demak, etalon birlik qiymati qanchaga ortganligini topishimiz kerak. 1 taqsim 12 ni bo'lamiz 1 taqsim 84 ga. Demak, 1 ni ko'paytiramiz 84 ga, suratga yozamiz 84 ni o'zi. Endi 12 ni 1 ga ko'paytiramiz, buni mahrajga yozamiz 12. Endi ikkalasini qisqartirsak yoki bo'lsak 7 chiqadi. Demak, etalon birlik bizada 7 marta ortibdi. Kremniyning nisbiy atom massasi esa 7 marta shunda kamayadi. Demak, kremniy bizada 28 massasi 7 marta kamaysa 4 bo'ladi. Javobimiz B. 801-savol. Etalon massa sifatida kislorod 16 izotopi absolyut massasini 32 dan 1 qismi qabul qilinsa, massa atom birligi qiymati qanday o'zgaradi deyapti. Demak, etalon birlik qiymati qanday o'zgarsa, massa atom birligi ham xuddi shunday o'zgaradi. Demak, bizada 1 taqsim 16 emas, 32 dan 1 qismi, ya'ni 1 taqsim 32 olibdi. Shu qiymat qanday o'zgarganligini topishimiz kerak. 1 taqsim 32 ni bo'lamiz 1 taqsim 16 ga. Endi 1 ko'paygan 16 suratga yoziladi, 16 bo'ladi. 1 ko'paygan 32 mahrajda yoziladi, bu 32. Bu ham teng 1 taqsim 2 ga. Mahrajda 2 bo'lgan hisobiga bu 2 marta kamayganda olsak bo'ladi yoki 0,5 marta ortgan. Bizada 2 marta kamaygan degan javob bo'lgani uchun, demak, biz B javobni olamiz. 901-savol. Kalsiy atomining massasi 1 taqsim 4 U. Bu U degani massa atom birligi, ya'ni 4 massa atom birligidan necha marta og'ir deyapti. Demak, massa atom birligi olingani uchun biz ham massa atom birligidan foydalanamiz. 40 taqsim U. Taqsim endi necha marta og'ir deyapti. Bo'lamiz 1 taqsim 4 U, ya'ni 4 ta massa atom birligiga. 40 ko'paygan 4 massa atom birligi taqsim massa atom birligi ko'paygan 1 o'ziga teng. Endi massa atom birliklarini qisqartirsak, bu bizada chiqadi 160 marta og'ir ekan. D javob. 11-savol. 1 taqsim 2 U, ya'ni 2 massa atom birligi uglerod atomini uglerod 12 izotopining deyapti. Absolyut massasidan necha marta yengil? Ya'ni uglerod 12 izotopining absolyut massasi necha marta og'irligini topsak, 1 taqsim 2 massa atom birligi shuncha yengilligi kelib chiqadi. Shuni yengil deb olamiz. Endi 1 taqsim 12 taqsim massa atom birligi bizda taqsim 1 taqsim 2 massa atom birligi. Endi buni ishlasak, 12 ko'paygan 2 massa atom birligini ko'paytirib suratga yozamiz. Massa atom birligi ko'paygan 1 ni mahrajda yozamiz. Endi massa atom birliklarini qisqartirsak, 12 ni 2 ga ko'paytirsak 24 marta og'ir bu uglerod 12 izotopining absolyut massasi. Bizada 1 taqsim 2 massa atom birligi necha marta yengil deyapti. Demak, bu 24 marta og'ir bo'lsa, 1 taqsim 2 massa atom birligi 24 marta yengil bo'ladi. Shunda javobimiz D javob.